ko'plar qo'rqishadi-da, tamam, onkologiya bo'lib bo'ldi, bu krest yoki umr tugadi degan nimagacha boradi insonga. Juda ham dolzarb mavzu bo'lgan onkologiya bo'yicha faqat Andreyevich bilan muloqot olib boramiz. Biza gistologiyada aniqlaymiz, atipik hujayra deymiz. Dunyoda nechta mexanizmi bor o'sha onkologiyaga keltiradigan. Bola rivojlanayotganda, вообще embrion rivojlanayotganda qaysi bir qismida bundan tashqari o'sha stress faqat kesib tashlash radikalni yoki bo'lmasa лучевой terapiya yoki ximiya terapiya bilan uni уничтожать qilish. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi YouTube podkastimizni boshlaymiz. Bugun juda ham dolzarb mavzu bo'lgan onkologiya bo'yicha Furqat Andreyevich bilan muloqot olib boramiz. Furqat aka, onkologik kasalliklarda o'zi hujayralar miqyosida sizni o'zgarish bo'ladi. Sizning fikringiz qanaqa o'zgarishlar kuzatiladi? Onkologik proses boshlandi. Hujayralarda aynan biza gistologiyada aniqlaymiz, atipik hujayra deymiz. Yanada chuqurroq qaraydigan bo'lsak, u qanaqa proses boshlandi? Nega hujayralar to'xtamasdan tarqalib metastaz bera boshlaydi? Nega bu onkologiyani ba'zan nazorat qila olmaymiz? Давайте shu o'rtaga chuqurroq hozir muloqotga olib borsak, bitta narsani aytmoqchiman. Buning uchun birdaniga o'sha onkologiyaga keltiradigan faktorlarni ko'rib chiqishimiz kerak va dunyoda nechta mexanizmi bor o'sha onkologiyaga keltiradigan. Birinchi onkologiyaga keltiradigan faktor bu mexanik faktorlar hisoblanadi. Masalan, shunaqa eksperiment o'tkazilgan, quyonlarning qulog'iga o'sha ko'mir smolasini постоянно раздражать qilib, har kun nima edi, раздражать qilib ta'sir ko'rsataverishgan. Bukvalno 10 kundan keyin o'sha yerda onkologik hujayralar paydo bo'lgan. Bu birinchi, demak, постоянно bir joyda o'sha nima edi, mexanik ta'sir orqasida kelib chiqadigan birinchi sababda. Ikkinchisi ko'rib chiqiladigani bu fizik faktorlar. Buni juda ham ko'p uchratgansizda, yuqori past temperaturalar, no eng asosiysi biz bilamiz radiatsiya. Yaponiyada atom bomba tashlagandan keyin qancha insonlar o'sha onkologiyaga uchradi yoki bo'lmasa Ukrainani olsak, u yerda bo'lgan o'sha Chernobil nimasidan keyin yoki bilasiz, o'sha rentgenda ishlaydigan odamlarda ham ko'p mana shunaqa onkologik proseslar kuzatiladi. Bu demak ikkinchi fizik radiatsion nimada mexanizm deyiladi. Bu yerda svobodno radikalniy reaksiyalar ketadi, shuni orqasida nimada onkologiya paydo bo'ladi. Buni hozir chuqurroq ko'rib chiqamiz. Nima u вообще qanday yuzaga keladi. Uchinchisi bu ximik faktorlar. Har xil toksinlarning orqasida o'sha yerda biokimik jarayonlar buziladi. Bu ham onkologiyaga keltirib chiqilishiga uchinchi sabab bo'ladi. To'rtinchi sababi bu Zilber teoriyasi orqali bu virus teoriyasi deyiladi. Bu yerda nima deydi? Virus pronikать qiladi kletkaning ichiga, o'zini genetikasini o'sha yerga montirovать qiladi, shuni orqasida onkologiya kelib chiqadi deydi. Bu to'rtinchi mexanizm. Beshinchisi, ko'p eshitgansiz, gormonal, juda ham ko'p gormonlar ta'sirida paydo bo'ladigan onkologik proseslar hisoblanadi. Chunki gormonlar biz bilamiz, o'sha DNKni непосредственно programmasiga ta'sir qiladi, shuni orqasida kelib chiqadi deb aytishadi. Bu yana bitta prichinasi. O'sha ximik deb aytganimga yana shuni aytishim kerakki, nukleotidlarni komplementarnisi buzilishi bu ham ximik nimada mexanizmlarning bittasiga kiradi. Keyingisi desontogenetik teoriya deyiladi. Bunda nima deyiladi? Bola rivojlanayotganda, вообще embrion rivojlanayotganda qaysi bir qismida hujayralar nimada uxlab qolgan holat deb hisoblaydilar. Masalan, inson 40 ga yoki 50 ga kirgandan keyin u uyg'onadi, bu onkologiyaga sabab bo'ladi deydi. Endi nimani eshityapmiz? Shuni ko'ryapmizki, demak 6 ta mexanizm, eng katta mexanizm. Bundan tashqari o'sha stressni katta nimasi psixologik faktorlar ham bor, ular ham kiradi. Lekin endi bitta narsaga e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta mexanizm hammasiniki har xil tushunadi. Radiatsion boshqacha, qarang, ximik boshqacha,
fizik degani bu radiatsion fizikda ximik boshqacha tushuntiradi. Zilber teoriyasi bo'yicha bu boshqacha. Har bitta dezontogenik umum boshqa nimaga olib keladi, psixologik boshqasi shunda chiqadiki, tam xuddi bir onkologiyani sabablari, mexanizmi har xil. Bunaqa emas. Faktiski bunaqa emas. Chunki agar embriologiyani to'liq bu yerda ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Agarda o'sha hujayralarni biz 283 xilligini ko'rib turib, u yerda ketadigan proses differensiatsiyasini agar chuqurroq o'rgansak, тогда mana shu 6 ta teoriyani, eng katta teoriyani kelib chiqish mexanizmi bitta mexanizm bilan almashtirsak bo'ladi. Bitta mexanizm tushuntirib bera oladi mana bu yerda. O'sha 6 ta teoriyani bitta mexanizm bilan tushuntirish mumkin bo'ladi. Ana nima uchun bu onkologiya oldida уже buni yechimini намного kamaytiradi. Endi давайте bitta narsaga sразу e'tiborni qaratmoqchiman. Ko'plar qo'rqishadi-da, tamam, onkologiya bo'ldi, bu krest yoki umr tugadi degan nimagacha boradi insonga. Chunki nima uchun? Chunki bizda hozircha dunyo miqyosida ham shunaqa lecheniya qilishadi. Bu juda ham agressiv terapiya. Bu nima degani? O'sha transformatsiyaga uchragan hujayrani faqat o'ldirish. Faqat kesib tashlash radikalni yoki bo'lmasa лучевой terapiya yoki ximiya terapiya bilan uni уничтожать qilish. Lekin hech kim bir quloq solib ko'rmaydi-da, to'xta, shu hujayrani shu transformatsiyaga sog'lom holatdan nosog'lom holatga o'tishiga sabab bo'lgan narsalarni izlamaydi. O'sha qanaqa faktorlar shu narsaga ketirdi? Mana bunga e'tibor berilmaydi-da, birdaniga paydo bo'lgan shu hujayrani radikal holda tam unичтожать. Men hozir hech kimga qarshi chiqmoqchi emasman. Hech qanaqa onkoxirurglarga yoki tam лучевой terapiya bilan заниматься qiladigan yoki ximiya terapiya yo'q. Men prosta informatsiya beryapman. Shu informatsiyaga prosta o'zgina quloq tutishlaringizni istardim. Nima demoqchiman? Ximik teoriya bo'ladimi, fizik yoki tam virus teoriyasi bo'ladimi? Birinchi очередda o'sha hujayra muhiti buziladi. Mana bunga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Не только там faqat ximiya bilan hujayralarni o'ldirib turib, ularni уничтожать qilib turib, tam shu nimada rezultatga erishish. Men hech nima demayman. Endi давайте ochiq gaplashadigan bo'lsak, bitta narsa. Хорошо. Agarda bu radikalniy tam xirurgiya, лучевой terapiya yoki ximiya terapiya bu muammoni yechadigan bo'lsa, тогда aytaylik, что shu onkologik protsess продолговатый mostda дыхательный центр hujayralari miqyosida ketyapti deylik. Nima qiladi xirurg? O'sha sentrda удалить qiladimi? Yoki лучевой terapiya bilan u hujayralarni buzamizmi, o'ldiramizmi? Yoki ximiya bilan? Axir bu ishni amalga oshirsak, inson birdaniga nimada dunyodan ko'z yumadi. Bunaqa holda biz aytamiz, yo'q, biz sizga yordam bera olmaymiz. Mayli, shunaqa insonlar ham bor-ku. Operatsiya qilib bo'lmaydi, ximiya qilib bo'lmaydi, лучевой terapiya yoki gormonal terapiya уже ta'sir ko'rsatmaydi. Qanday yordam ko'rsatish kerak bu insonlarga? Ana nimani ko'tarmoqchi edim, mana nimaga e'tibor berishimizni istardim. Shuning uchun bizda mana bu klinikamizda hujayra miqyosida qiladigan muolajalarimiz bu tashvitovitga bilan bog'liq, bu boshqa kasalliklarga, bu onkologiya olib kelmaydi. Endi qarang, biz naborot muhitni tozalaymiz deymiz. O'sha hujayra muhiti buzilganda o'sha substratlar hujayra ichi protoplazmasini ifloslantiradi. Bu esa yadroni ichiga kirib boradi и, конечно, genetik programmani o'zgartirib turib, hujayrani boshqa programmasini yo'lga qo'yib yuboradi va ana nimani orqasida transformatsiyaga uchraydi va bu onkologiya hisoblanadi. Endi biz muhitini tozalab beramiz. Bu bilan demak, bu muhit tozalangandan keyin o'z-o'zidan sekin-sekin bu protoplazmani tozalashga olib keladi. Protoplazma tozaligi, конечно же, tam uni yadrosini ham tozalashiga nimayda условия создавать qiladi.
Qanaqa bu yerda уже tozalangandan keyin genetik pamyat bor, o'shani orqasida hujayra просто o'z ishini bajara boshlaydi. Bu qanaqasiga onkologiyaga olib kelishi mumkin? Yo'q, biza savolimiz metodikamiz onkologik kasalliklarga olib keladi emas. Onkologiyani o'zi nima? Hujayralarda o'zgarish dedik. Haqiqatan muhit ifloslanishi birinchi bir sabab. Hamma o'sha mexanik, ximik, boshqa radiatsionning muhit ifloslanadi. U yoqdagi protoplazmadan yaxshi interstitsiyadan limfaga atok bo'lmagandan keyin albatta borib DNKning o'zgarishi mutatsiyaga sabab bo'ladi. Albatta bu bizni metodika yordam beradi. Даже onkologik kasalliklarga biz ayta olamiz. Men просто bu narsani hozir gap bu to'g'risida ketmayapti dedingiz-ku, lekin shunaqa insonlar borda, tam kelishadi, tam lecheniya olgandan keyin, menda atipiya uchrab qolibdi. Sani muolajangdan keyin mana nima uchun bu temani o'zi ko'tardi. Bunaqa narsa kuzatilmaydi. Chunki u atipiyaga olib kelish sababi ham uzoq vaqtdan boshlangan. Bu onkologik proseslar 2 kunga bo'lib qoladigan proseslar emas. No, любом случае bizni qilib beradigan nima deydi, muolajalarimiz buni oldini oladi. To'ppa-to'g'ri. Uni provotsировать qilmaydi. Mana buni men просто ommaga yetkazishni istardim. To'g'ri, chunki biz ham o'sha biopsiya holati bo'lmasa bu tugunda nima borligini bilmaymiz. U 5 sm, 4 sm tugunda kelishadi. Odatda 2-3 ta kursda kichrayishni boshlasa biz davom ettiramiz. Mabodo kattalashsa baribir biopsiya tavsiya qilamiz. O'shandan keyin davo taktikasi o'zgaradi. O'shanda operatsion davo bo'lishi mumkin yoki boshqa davo. Ikkinchi savolim, xo'p, o'sha onkologik kasallik boshlangan yoki ma'lum bir darajada metastaz bergan, chunki afsuski biz bilmaymiz, hujayradan boshlanadi, 3-4-darajaga bilinadi. Qanaqadir tugunlar o'sib ketgandan keyin bilinadi. O'sha holatda biza metodikamiz, ya'ni hujayra darajasida davolashni qo'llasak, qay darajada biz yordam bera olamiz? Ya'ni 3-daraja bo'ladi odatda yoki mayli 2-daraja bo'lsa ham yoki metastaz bo'lgan bo'lsa, organizm tozalayapti, interstitsiya tozalayapti, ulguradimi degan savol tug'iladi. Tushunaman. Endi bilasiz, metastazlar 2-stependa bermaydi. Bu 3-4, aslida 4-stependagina o'sha. Endi mana bu yerda ham bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Yana bir teoriyasi bu o'sha boya aytganimizdek antagonistический tam teoriyaga kiradigan. Bu yerda yana qarang, nimaga qaytamiz? Yana o'sha hujayra differensiatsiyasiga. Endi men hamma vaqt shunaqa savol beraman-da. Mana bola tug'iladi. Bola tug'ilganda nimani yo'qotadi? Katta miqdorda hujayralar yo'qotadi. Lekin mana shuni hech kim o'ylab ko'rmaydi-da. Nima yo'qotadi deganimda bu pasled. Demak, o'sha nimada bolani yo'ldoshi yo'qoladi. Endi savol tug'iladi. O'sha sperma bilan yaitseklatka bir-biriga qo'shilganda zigota hosil qiladi, to'g'rimi? U yerda yo'ldosh yo'q-ku. To'g'rimi? Demak, bunga kelib chiqadiki, o'sha birinchi zigotani nimasini ichida ekstra embrional hujayralarni formirovat qiladigan programma bor. Demak, bu bilan nima demoqchiman? Bizni somatik har bir hujayramizni ichida ham mana shu yo'ldoshni hosil qilib beradigan programma bor. Nima uchun buni aytmoqman? Chunki любой hujayra, somatik hujayrani olib turib, undan klon yasasangiz, o'sha klonda ham nima paydo bo'ladi? Pasled bo'ladi. O'sha yo'ldosh paydo bo'ladi. Ana bunda tushunish kerak. Metastaz berganda ko'proq mana shu ekstra embrional hujayralar aktivlashadi. O'sha programma ishlaydi. Chunki faqatgina inson tanasida bunga asosan bor. Nima uchun bunday deyishimga sabab, somatik hujayralar hech qachon metastaz bermaydi. Именно ekstra embrional bu. Chunki bola tug'ilganda uni tashlab yuborish kerak. Bu yerda ham xuddi shunday. Chunki ekstra embrional paydo bo'lgan hujayralar nimayda bu organizmdan qutulish kerak. Shuning uchun bu tashqariga undan ajralib chiqadi. Ana bitta mexanizm teoriyasi shunga nimayda metastazda kelib chiqishning sababi. Shuning uchun qarang, bu yerda yana o'sha aktualность kelib chiqadi-da hujayra miqyosida. Demak bizlar agar metastazgacha agar hujayrani tozalasak,
uni tam o'sha yadrosini, o'sha yadro shirasini, yadroni ichidagi sodержимияni tozalasak, to o'sha ekstraembrional hujayrani aktivlashtiradigan, uni formirovать qiladigan programma ishga tushmaydi. Тогда metastazda oldini ham olasiz. Bu o'sha somatik hujayrada bo'lgan ekstraembrional Именно. частица demoqchimisiz? Chunki давайте nima uchun o'sha embrional развитиеga men ko'p qarattiraman-da, nima. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bola 9 oygacha развиваться qilib keladi, to'g'rimi? Tam o'shanda yo'ldoshim nimaga yopishib turibdi matkaga. Nima uchun vdруг ajrala boshlaydi? Bilasizmi nima uchun? Chunki o'sha yerda sintsitrofik fermentlar aktivlashadi va o'sha nimalar nima edi matka bilan o'sha yo'ldoshni nimasini расщеплять qilib uni ajrata boshlaydi. Ana qanday bu amalga oshadi? Endi представить qiling, xuddi shunday paydo bo'lgan nima edi onkologiya bo'lib bo'lgan o'sha transformatsiyaga uchragan shu hujayralar qanday ajrashadi? O'sha ferment aktivlashadi va bu hujayrani отталкивать qiladi. Shuni orqasida metastazga bu nima deb o'ylaysiz? Ekstraembrional hujayralardan normalniy odam yasasa bo'ladimi? Bo'ladi. Spokойно ekstraembrional nimadan olib yana embrion yasash mumkin. Bu bilan nima demoqchiman? O'sha ekstraembrional hujayralar yana o'sha boshidan zigota holati, keyin blastula holati, keyin gastrula, keyin yana o'sha 3 ta nima edi listokda tam mezoderma, ektoderma va endodermalarga aylanadi. Lekin uni o'zi ham yana ekstraembrional hujayralar hosil qiladi. Qarang, bu juda sложный mexanizm. Agar buni chuqurroq, men niyatim buni agressiv bo'lib turib faqatgina o'ldirish, kesish bilan emas, mana bu yo'nalishga qaratishga juda istardim. Ana bunaqa yo'nalishda o'sha fermentlarni topsak, o'sha fermentlarni agarda ishlatib turib hujayrani ajralish prosesini to'xtatsak, men uverayman, metastaz holatlari ham kuzatilmagan bo'lardi. To'g'ri, bu chuqur bilim, bu bilan ishlash, Xudoga shukr, mana hozir ishda nimamizni boshlayapmiz. Agar shunaqa institut, naучный institutga nima qilsak, agar mana bu yo'nalishga nima qilsak, qanchalik bu insonlarga nima edi yordam ko'rsatadi. Chunki biz прекрасно bilamiz. Operatsiya хорошо. Aytaylik, давайте yashab ko'ring, bitta barmog'ingiz. Bu bilan qanday harakatsiz, bu bilan qanday harakatsiz. Oddiy. Agar ekstra yoki bo'lmasa nima edi ximiya qiladigan luchoy. Bilasiz, luchoyni o'zi onkologiya olib keladi. O'zi ekstraembrional hujayralarni programmasini ochib yuborishi mumkin. Buni hech kim o'ylab ko'rmaydi. Yoki bo'lsa o'sha ximiya preparatlarini ta'sir qiladi-da. Ximiya preparatlari orqasida axir kostni mozda опустошать qilamiz. Immunitet tushib ketadi. Hozir oxirgi nimamiz 23-yildagi olingan o'sha Nobel mukofoti nimasi endi aytishyapti. Bitta yo'li bor ekan onkologiyani yengish, bu immunoterapiya. Keling bo'lmasa o'sha immunoterapiya insonni ichida o'sha immun sistemani to'g'ri yo'lga qo'yib beraylik, o'zi topsin-da bu programmalarni, bu nimalar hammasini joyiga keltirsin, tuzatsin. Hozir juda yaxshi mavzuni ochdik. Demak, somatik hujayraning o'zida ekstraembrional programma bo'ladi demoqchisizlar. O'sha programmani Давайте shuncha deyapman, embriologiyaga qaytaylik. Ko'ring, zigota yaysakletka nima bilan qo'shildi? Birinchi hujayra zigota hosil qiladi. Unda pastlikni ko'rmaysiz-ku. O'sha hujayra bo'linadiganida boshida ikki xil hujayra paydo bo'ladi. Birinchisi hujayra yo'li embrion paydo bo'lishga bola, lekin uni ushlab turadigan, unga muhit sozdavать qiladigan ikkinchisi ekstraembrional bo'ladi. Bu ekstraembrional qachon ajraladi? Qachonki o'sha 9 oylik tug'ilganda. Ana gap qaytdi. Endi, конечно, o'z-o'zidan savol tug'iladi-da, o'sha ekstraembrional agar nimani olib qo'ysangiz ham, o'sha hujayrani bittasini ekstraembrionaldan olib turib, uni yadrosini olib turib, yaysakletkani yadrosini udalить qilib turib, shuni qo'yib o'stiring, to'liq odamcha paydo bo'ladi u yerdan ham. Bu genetik programmasida bor narsani o'sha muhitla sozdавать qilib tarqalishini demoqchisiz. Именно. Endi qarangda, bitta narsa. Mana masalan, biz mana shu yerda aytaylik, mana syomkada uchastsiz qiladigan yigitlar va biza bitta sistemada ishlaylik deylik. Bitta sistemada mana shu rasm tushirish sistemasida ishlaylik. Endi shu yerga hozir nima edi, boshqa nimalar agentlar kelsa-da, Shahzodbekni olib ketsa yoki bo'lmasa Shohruxni olib ketsa yoki sizni olib ketib qolsa, bu sistema buziladimi? Tushunyapsan nima demoqchiman? Bu ketma-ketlik bor.
Shu ketma-ketlikda buzadigan narsalar hujayra ichiga tushib qolgan substratlar har xil tizimdan, sistemadan qaysidir qismi ishlamasa, bu proses buzilib ketadi. yo'q, sistemani ishlab, yana bir marta ketma-ketlik bor-ku. Mana osh qilasiz, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa, nima deydi, kiyinishingiz bor-da, kiyinishingiz birdaniga paltoyingizni kiymasangiz kerak menimcha. Uni ichki kiyimlaringizni kiyasiz. Bu sistemani buzilishi, mana shunaqa nimalar. Buni sistemani buzilishiga sabab tashqi muhitdan keladigan o'sha yot unsurlar bo'ladi. Ana o'sha sistema o'sha izначально matritsada qo'yilgan ketma-ketlikni buzadi. Mana nima uchun biz aytamizda kamroq dori darmon ishlatishdi. Kamroq mana shunaqa dorilarni tanada o'sha plazmani ifloslashini oldini olish to'g'risida ko'proq gapiramiz. Mana nima uchun bizni metodikamiz bu явный profilaktika o'sha onkologik proseslar profilaktikasiga kiradi. No, bizda tushunishmaydi-da, odamlar, yo'q, sizlarning nimalaringizdan krayingni topishdi. Keling, ochiq mana o'zi muloqot qilyapmiz. Вообще teoretически qanday bu paydo bo'lishi mumkin? Bu что bunga olib kelmasligi mumkin. No, hech kim ответственность olmaydi-da. O'shanda aytamiz, хорошо, mana lechение olib ketdingiz. Lechение olib ketganingizdan keyin ovqat nimasiga qarang, psixologiyangizga qarang, turmush tarzingizga qarang. Bunga amal qilishmaydi-yu. Nima qilishadi? Borib turib, yana o'sha to'y nimalarga yurib turib o'sha go'shtli mahsulot yoki bo'lmasa nimasidan o'tib qolgan fast food, nima deydi, cola, fanta, o'zlaringiz har kun o'zi internetga kirsangiz, ko'rasiz, qanaqa mahsulotlardan uni ichida ingrediyentlar. Nima uchun shu ingrediyentlar ko'p narsadan qo'rqishadi? Chunki o'sha ingrediyentlar organizmga tushgandan keyin ular eliminatsiya bo'lishi kerak. Eliminировать qilmaydi, chunki fermentativ sistema, immunitet shunchalik tushib ketgan, u ham ограничение. Faqat aytaylik, kuniga 1 million molekulani faqat u eliminировать qilib. No, kechirasiz, 1 million 50 ta molekula, chunki 50 ta molekulani qilib bera olmaydi. Uniki ham ограничение. U 50 ta molekula nimaga olib keladi? Istaysizmi, istamaysizmi, o'sha genetik materialni buzilishiga va onkologiyani paydo bo'lishiga. Ana bu narsani o'ylab ko'rish kerak. Mana nimaga e'tibor berish kerak. Shuning uchun biz aytamizda, ограничение qiling, mana buni yemang. Ko'proq o'sha естественный plazmani tozalaydigan свежевыжатый soklar, salatlar, mana shu fast food va boshqa narsadan отказ qiling degani sababi shu. No, lekin biz unga yana aytamiz. Ko'p stressga uchramang. Agar bunday olib qarasangiz, har bir uyda har bir insonda nimasida ham elementar san tentay deb qo'ysa, bu odam nimasiga tushib qoladi. Nima men tentay ekan, kuyovsan tushiraman. Tentay bo'pti, bo'ldi, ketdim. Nima qilay? Men nima demoqchiman? Mana bu kibr, mana bu insonning lishniy emotsiyasi inson tanasida ortiqcha mana shunaqa substratlarni hosil qilishga olib keladi. Bu o'sha pHni buzadi. pH orqasida kislotность tarafga ketib qoladi. Kislotность istaysizmi, istamaysizmi, hujayra membranasidagi kaliy natriy nasosda o'sha nima potensial действияni buzadi. Bu o'z navbatida внутриклеточный organellalarning funksiyasini, особенно yadroni ish funksiyasini ishdan chiqaradi. Mana sizga tayyor muhit onkologiya bo'lishiga. Tushunarli. O'zi natural killer deydi. Natural o'sha T killer hujayralar bor. Ya'ni buni o'ldirib turadi. Ya'ni nezreli hujayralar o'sha atipik boshlanishda bu o'ldiradi deb nima qilinmaydi, o'ldirmaydi. Parchalaydi. Parchalamaydi. Proses hamma vaqt qanday ketadi? Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, leykozda bir ko'rib chiqing. Давайте bu uchun juda oddiy nima borda. Bir nimani ko'raylik. Qanday qilib differensiatsiyaga uchraydi, masalan, eritropoyezda yoki bo'lmasa leykopoyez qanday ketadi? Boshida стволовой клетка bo'ladi. Стволовой, полипатентный стволовой клетkalar bo'ladi. U keyin metamielotitga aylanadi. Qarang. Ikkinchi, demak, birinchi polipatentni, keyin mielotsitga, metamielotsit, keyin mielotsitga aylanadi, u granulotsitga aylanadi, oxiri o'sha zrelый leykotsitga aylanadi. Qarang, mana bu prosesga. Endi представить qiling, mana shu o'zi 5 ta prosesni ko'rsatdim. Shu proses mana bu yergacha keladi-da, o'sha dальше rivojlanmay qoladi deydi. Nima bo'ladi? Qarang, mana bu yerda buzilganda, demak, birinchi polipatentный kletka bu, keyin metamielotsit bu, и дальше bu sozrевать qilmayapti. Nima bo'ladi? Metamielotsit ko'paya boshlaydi.
Chunki bu dalshi nima edi? Melositga aylanmaydi-ku. Endi metamiyelotsit ko'payib ketganda birdaniga laboratoriyaga olib borib qonda nimasini ko'rsa, "Oy, слушай" deydi. Metamiyelositing ko'payib ketdi, bu blastning kletkalarga kiradi. Davay uni o'ldir deydi. Hech kim o'ylab ko'rmaydi. To'xta, bu metamiyelositni melositga aylanishini nima to'xtatib qo'ydi? Nimani olib tashlashimiz kerakki, чтобы bu keyin melositga aylansa, bu granulositga, oxiri limfositga aylansin. Ana buni ko'rishmaydi-da, birdaniga mana buni o'ldirish kerak. Shuning uchun ham demak, inson tanasida rakli kletkalar paydo bo'ladi, bu absolyutно bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Prosta inson tanasida ketadigan mana bu jarayon ketma-ketlik sistema buziladi. Mana bu nima edi, sozrevatsiya qilib bu oxirigacha jarayon borolmaydi. Mana nimani orqasida o'sha blastnik kletkalar yoki embrional yoki ekstra embrional kletkalar hosil bo'ladi-yu, o'sha urinda qolib ketib, bu ko'paya boshlaydi. Xo'p, o'sha sabab nima? Oxirgacha zireylik hujayragacha yetib bormasligi. Endi qarang, eritropoetin degan narsani bilasizmi? Nima edi u? Bu eritropoetin, вот imенно qonda eritrotsitlarni ko'paytirish emas. Xuddi shunday, nima edi, bitta hujayrani ikkinchi hujayraga, tipiga, uchinchini ikkinchisini uchinchiga, uchinchini to'rtinchiga, beshinchiga o'tiradigan xuddi shunaqa poetinlar bor. Ana o'sha poetinlarni ishlab chiqarish jarayoni buziladi. Buni buzilishi sabab yana o'sha hujayra ichidagi ribosoma to'liq o'z ishini bajarmaydi, shu poetinlarni hosil qilmaydi. Buni orqasida nima uchun hosil qilmaydi? Chunki u ifloslangan. Uni protoplazmasida bu proses jarayonni to'xtatib qo'ygan. Ana qarang, sistematichniy nima proses jarayoni to'xtash orqasida mana bunga olib keladi. Tushunarli. Demak, siz aytmoqchisiz, ribosoma ichida informatsion RNK, mRNKdagi nima ishlamaydi. Nima edi, o'sha fermentlar, o'shani yetkazib beradi degan, shuni sozrevatsiya, shuni bir tip hujayradan ikkinchi tip, chunki 280 ta hujayra bor. Shuni bir-biriga aylanishni to'xtatib qo'yishi, ana bu onkologiyaga sabab. Shuning uchun juda muhimda, nima uchun biz aytamizda, o'sha ekologiya, havoda nimada kislorod именно 20-95% bo'lgan kislorod, чтобы lishniy nimalar, chunki bular ham o'pka ham katta, eng katta filtr hisoblanadi. Shuning uchun mana shunaqa onkologiyaga, mana bu allergiya kimlarda ko'payadi? Mana shu filtr sistemasi yaxshi ishlamaydiganlar. O'pkasida problema bu, terida problema bu, buyrakda problema bu, kisheshnikda. Bu filtr ishlamagandan keyin istaysizmi, istamaysizmi, protoplazma, oldiniga plazma, keyin protoplazma buziladi. Bu protoplazma yana o'sha yadrogacha boradi, yadroni ham muhitini однозначно ifloslantiradi. Tushunarli. Katta rahmat, Furqat aka. Juda yaxshi mavzularni ochdik. Endi oxirgi savolim, bizlar metodikamiz bo'yicha odatda 4 ta 5 ta kurs, ba'zan 6-7 tagacha cho'ziladi. Endi teri ostiga o'sha limfa tugunlar yig'ilgan joyda inyeksiyon ukol qilinadi. Bu metodikamizda ba'zan so'rashadi. O'zi nechtagacha olish mumkin? Ya'ni kursni 30-35 kunda qo'yamiz biz. Ya'ni onkologik patsientlar ko'p bizdan so'rashgan, nechtagacha olsak bo'ladi, вообще yoki buni chegarasi yo'qmi degan savollar berish. Endi chegarasi yo'q emas, hamma narsaning chegarasi bor, bilasiz. Bu yerda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Yana o'sha inson potensiali, ichki resursi to'g'risida gap ketadi. Endi qarangda, qanday qilib men aytishim mumkin, что sanda 2 kursda hammasi yaxshi bo'ladi, qachonki gemoglobini 80. Aytaylik. 290. Bu gemoglobin kam degani, demak, kostning mozda problema degani. Eritrosit kammi, istaysizmi, istamaysizmi? Demak, kostning mozda problema. Bu o'sha leykositni ham nimasini formirovat qilishiga nima edi? Ta'sir qiladi. Конечно. Tushunyapsiz? Xuddi shunday. Biz точно ayta olmaymiz, naskолько o'sha timusi yoki periferik limfa tugullari, u yerda hujayralar, o'sha стволовой birinchi kletkalar, immun hujayralar differensiatsiyaga uchraydi-da, spesifik bu nimalar paydo qiladi. Birinchi T helperlar paydo bo'lishi kerak. Undan keyin u ham gruppasi juda katta T helperlarni. Undan keyin T killerlar paydo bo'lishi kerak. Undan keyin T suppressorlar paydo bo'lishi kerak. Undan keyin T immunologический память. Bular hammasi paydo bo'lishi uchun nima kerak? Potensial resurs, shu hujayralar kerak. Agar u yetmasa, qanday qilib biz aytamiz? Men qarang, 2 kursda yaxshi bo'lib ketib olasiz.
Shuning uchun bu juda chuqur nimada tam o'sha biz bekorga aytmaymiz. O'sha ovqatlarni yeyishing to'g'ri, mana bu vitaminlarni ich, gemoglobiningni, demak, kostni mozging leykotsitar formula, leykotsit hujayralarini, o'sha bazasini ko'paytir degan narsaga olib boramiz. Bizdan yana qayta so'rashaveradi-da, shuncha bitta mana shu nimaga chiqib turib gapirib, endi buni hammasini o'zi qarang, suhbat ko'rib o'tiribmiz. Har bir kishiga agarda 1 soatdan vaqt ajratsak, unda ishlamay qo'yaylik, faqat ikkitagina kasalga qaraylik-da, faqat teoriyasini tushuntirib beraveraylik. Chunki eng yomon yoki bir qanaydir garantiya, kafolat degan narsani so'rashadi. Bu organizm deymiz. Bilmaymiz. Imенно. Qanaqa ta'sir qiladi sizga? Bizdan garantiya so'rashadi-yu, lekin biz garantiyani, siz garantiya bera olasizmi? Bugundan nima deydi? Turmush tarzingizni o'zgartirish, xarakteringizni o'zgartirish, yeb ichishingizni o'zgartirish. Sen nima deyapsan? Shu siz men makaronsiz tura olmayman. Qanday men nima qilay? Endi men qanday agar sizda ishtiyoq bo'lmasa, siz o'zingizni yaxshi ko'rmasangiz, men sizni qanday qilib yaxshi ko'rsattirdim o'zingizga. Shuning uchun savolni birinchi o'chida o'sha garantiya deb so'raydigan insonlar o'zlariga, qarashim, men ham o'sha ular aytadigan garantiya bera olamanmi degan savolni o'zlariga berib ko'rishlari kerak. Ana unda agar biz garantiya beramiz, siz garantiya bersangiz, я уверен, там результативность juda ham yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Biz aytamiz, natija bilan biz gapiramiz. Chunki doimiy postli natijalarimiz bor. Qolaversa, har bitta kursdan so'ng gormonal fonni doimiy postli biz olib qo'yganmiz. Lekin biz sababini qilamiz, baribir shifoni Xudo beradi. Shuni inson o'zi ham addushi qalban harakat qilish kerak va sabablarini to'liq qilish kerak. Katta rahmat Furqat aka, juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Gapni ochiq maza qildik. O'ylayman bu kuzatuvchilarimizga ham manfaatli bo'ladi. Keyingi YouTube podkastlarimizni ko'rishguncha salomat bo'ling.